Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni YouTube'dagi Amerika o'z kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun 3-may Green Card lotereyasining GV 2026-yilgi mavsum natijalari e'lon qilindi. Demak, biz natijalarni tekshirishimiz uchun mobil qurilmamiz orqali brauzerga kirgan holatda Green Card'dan rasmiy veb-sayti gvprogram.state.go saytiga kiramiz. Ko'rib turibsizlar, sayt ochildi. Sayt to'liq ingliz tilida va biz keyingi demak bo'limga o'tishimiz uchun continue tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, ma'lumotlar kiritish bo'limi ochildi. Bu yerga biza birinchi demak punktga confirmation numberga bizaga o'tgan yil oktyabr oyida Green Card o'ynagan payti bizaga berilgan 16 ta son va harfdan iborat bo'lgan demak kodni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu kod o'sha 2026 bilan boshlanadigan kod. Demak, ikkinchi punktga last family name'ga biza familiyamizni kiritamiz. Bu yerga ismimiz yoki otchествоmizni kiritishimiz mumkin emas. Faqat familiyani kiritishimiz talab etiladi. Xo'p, 3-punkt year of birth'ga demak biza tug'ilgan yilimizni yozamiz. Faqat kun yoki oyni yozmaymiz. Shu narsani yoddan chiqarmanglar. Xo'p, 4-punktga demak bizaga ko'ringan o'sha son va harflarni kiritamiz. Rasmda qanday ko'ringan bo'lsa, demak shuni kiritamiz va pastki qismda submit va cancel tugmalari turibdi. Biza natijani tekshirishimiz uchun hamma ma'lumot kiritganimizdan so'ng demak submit tugmasiga bosamiz. Agar biz submit tugmasini bosganimizda bizaga mana bu ko'rinishdagi demak sahifa ochiladigan bo'lsa, bilingki siz Green Card'da sohibisiz. Ya'ni sizga Green Card'da bu yil nasib qildi degani va ko'rib turibsizlar, bu yerda mana o'sha Amerika gerbi, siz ism familiyangiz, manzillaringiz hamda o'sha sizga qisqacha instruksiya yozilgan bo'ladi. Agar biza yuqorida natijalarni tekshirgan paytimiz submit tugmasini bosganimizda agar bizaga mana bu ko'rinishdagi demak sahifa ochiladigan bo'lsa, bilinglarki, bu yil sizlarga Green Card chiqmagan, ya'ni has not been selected. Xo'p, agar biza natijalarni tekshirish davomida agar nimanidir xato yozib qo'yadigan bo'lsak, qaysidir harf yoki sonlarni demak noto'g'ri yozadigan bo'lsak, albatta biza natijalarni tekshirishimiz imkoni bo'lmaydi va biza mana bu holatdagi demak xabarni olamiz agar qachonki biza ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan bo'lsak. Xo'p, biz shunchaki noto'g'ri ma'lumot kiritdik va mana ko'rib turibsizlar, mana shunaqa the information entered is not valid degan yozuvga ko'zimiz tushadi. Bu yerda mana ko'rsatilgan, sizlar o'sha kodni kiritgan paytingizda e'tiborli bo'lishingiz kerak. O bilan 0 harfi farq qiladi, ya'ni bir-biriga juda ham o'xshaydi. Ya'ni O0, 1L harflari mana 5 va S harflari demak bir-biriga juda ham o'xshaydi va mana shu yerda shunga o'xshash harflar demak misol qilib keltirilgan. Agar shunaqa holatga duch keladigan bo'lsanglar, demakki sizlar o'sha nimadir koddagi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritayotgan bo'lasizlar. Xo'p, ko'pchilik Green Card o'ynagandan keyin o'sha unga berilgan maxsus kodni yo'qotib qo'ygan bo'ladi va buni tiklashni man sizlarga o'rgatib o'tib ketmoqchiman. Buning uchun mana bu sahifada ko'rib turibsizlar, mana bu o'sha 16 talik kodni kiritish bo'limida, demak punktida forget confirmation number bor. Mana shunga kiramiz va bu yerdan biza o'sha bizga berilgan kodni tiklab olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana yana bo'lim ochildi. Bu yerda o'sha bizda 2026 bo'lib ko'rinadi bu yerda. Xo'p, keyingi punktga demak name ga demak birinchisiga familiyamizni, ikkinchisiga demak ismimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Middle name bu shart emas, shunchaki bu yerga mana ptichka belgilab qo'ysak yetarli. 3-date of birth ga demak birinchi oyni yozamiz, keyin kunni va keyin 3-siga yilni yozamiz. 4-punkt ya'ni email adres, bu yerga demak o'sha o'tgan yil biza Green Card'dan ro'yxatdan o'tgan paytimiz biza o'sha kiritgan emailimizni demak bu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi va 5-punktga demak biza o'sha bizga ko'ringan rasmlarni demak rasmdagi son va harflarni kiritamiz va submit tugmasini bosganimizda bilingki sizga demak kodingiz emailingizga bormaydi. Aksincha mana shu 2026 ya'ni 1-punktda sizlarga kodinglar mana shu yerda o'zida taqdim qilinadi. O'ylaymanki ushbu video sizlarga tushunarli bo'ldi. Agar ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like hamda izohlarni yozishni esdan chiqarmaysizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.